Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar? Pomidor ko'chat qilish uchun stakanlarimizni tayyorlab oldik. Bu yerda 1000 tadan oshiqroq 1018 ta stakanimiz bor. Bugungi sanamiz 8-noyabr 2025-yil. Salqinroqqa ekishga mo'ljal qildik. O'tgan yil ekkandim. 80% chiqqandan keyin men unga suv quyibman. Bir 10 litr, 15 litrcha suv quyib 3000 ta ko'chatga yopgan, sepib bo'lgandan sirasi yopganman men salafanni ustiga. Birdan yopmaslik kerak ekan. Ko'chat bo'g'izidan irib o'lib qoldi pomidor ko'chatlar. Suv sepgandan keyin yarim soat, 1 soat shamollatib qo'yib ochib qo'yish kerak ekan. Yaxshi serib ketar ekan. Biz stakanlarni qanday qildik? 2 satil tuproqqa 1 satil biogomus aralashtirib mana shu stakanlarni to'ldirib oldik. Mana shu yerdan 4 qatori 1 satil tuproqqa 1 satil biogomus aralashtirib qilingan. Qani 50% ga 50% qanday bo'lar ekan deb sinash maqsadida qildik. Ozrog'i. Bu ya shu 3/1 bo'lgan. Kechqurun ekamiz. Nasib inshaalloh. Mana suvlarni ham quyib oldik. Suv tortmay qoladigan darajada suv quydik. Endi urug' tashlaymiz. Mana pomidorlarimizni ham ekib ustiga klenka yopib oldik. Stakanga taylangandan keyin ozgina to'proq tashlandi. Kecha video olmadim. Kechga qolib ketgandik. Mana shunday ozgina to'proq tashlangan. Tuproqni elib qo'ygandim. Juda mayda bo'lyapti. Mana shunday kattaroq, kesakroq joyidan olib ko'mdi urug'ni. Urug'larimiz 39 dona ortib qolgan ekan. Mana shunday savatchaga tayyorlab sepib tayladim. Stakan yetmay qoldi. Buni ham ko'ramiz keyin kattargandan keyin pikrovka qilib boshqa stakanga olinadi. Bu stakanlarimizni ustozimizni uyiga qildik. Bu stakanni tagi ochiq stakan. Bu ham xuddi shunday 3/1 biogomus qo'shilgan. O'tgan yil o'ldirib qo'yganim sababli yarim urug'imni ustozimni uyiga berdim. Ustozim ham ko'chat bilan shug'ullanadi. Ko'chat yetishtirish bo'yicha boshidagi video o'zimni uyimga qilingan stakanlar.